Rishtonni Kalsosidan 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Ulgurganga nasib qilsin, hozir obzorini qilamiz. Bunaqa hadavo joyda 24 soat reklama kanalidan topasizlar. Birinchilardan bo'lib ko'rsatyapman, qaranglar. Xohlasanglar magazin qilinglar. Birinchi etajda 3 xonali kvartiramiz sotilyapti. Kengligini qaranglar, bu xonani, bu kvartirani o'zingiz uchun, o'zingizga moslab remont qilib olasiz. Rosa pishiq kvartiralardan, tem bo'li birinchi etaj. Xonalar kattaligini qaranglar. Mana bu tomondan ham eshigi bor, nari yoqdan ham bor. Balkonga, xohlasanglar kuxnya qilinglar. Bu joyda gaz, suv, svetdan muammosi yo'q umuman. Mana огород'i ham bor ekan, lekin puliga stoyit. Bu tomondan chiqsak, mana yana. Birinchi glavni eshigimiz mana shu podyezdga qarab chiqib ketasiz. Ko'rdinglarmi? Umumiy sanuzli. Lekin narxini chiroyli qilib qo'ydik. Bu yerga xaridorlar rosa ko'p, hurmatli obunachilar. Faqat tezda ulgurib, dom qidirib yurganlarga tashab qo'yinglar shuni. Ana endi bizning kanalda kelsanglar, xudo xolisa narxini biz tushirib 26.800 dollar qilib qo'ydik. Yana ozmo tushib berishadi. Kommentariyada yozish shart emas, hamma biladi. Xo'p, snosga tushgan taqdirda ham domla bo'lsa, sizga bundan ham zo'rini, yangisini beradi. Siz xohlagan etajdan.